Siz reyestrga tushib qoldingiz va nimaga bunday bo'lganligini tushunmayapsizmi? Mana sabablarning biri. Rossiyada oddiy qoida bor. Xorijiy fuqaro 1 yil davomida faqat 90 kun bo'lishi mumkin. Keling misol orqali tushuntiramiz. Tasavvur qiling, siz 2025-yil yanvar oyida keldingiz. Yanvar, fevral, mart oylarida Rossiyada bo'ldingiz. Jami 90 kun yoki undan ham ko'p. Shundan keyin siz chiqib ketib, qaytadan yana kirib keldingiz. Yo migratsion karta bilan 90 kun yana yurdingiz yoki patent uchun hujjatlarni topshirdingiz. Ro'yxatdan o'tdingiz. Hattoki avans to'lovlarini ham qildingiz. Hammasi qoidalar bo'yicha. Lekin bu xato va foydasi yo'q. Sabab patentga hujjat topshirishingizdan oldin siz 2025-yil 90 kunlik limitdan o'tgan edingiz. Agar limit oshgan bo'lsa, yangitdan kirish, migratsion karta olish, registratsiya qilish, patent uchun hujjatlarni topshirishning foydasi yo'q. Reyestrga tushasiz. Bunday vaziyatda patentni olgan bo'lsangiz, patent asos bo'lmaydi. Chunki siz undan oldin 90 kunlik qonun qoidani buzgansiz. Endi savol, nima qilish kerak? Afsuski yechim faqat bitta. Rossiyadan chiqib ketish kerak. Keyingi yil yanvar oyida qaytadan kirishingiz mumkin. Yangi kirish bilan birga 90 kunlik hisob qaytadan boshlanadi va chiqib ketganingizdan keyin avtomatik ravishda reyestrdan ham chiqib ketasiz. Agar sizda qo'shimcha savol bor bo'lsa, bizga reyestr deb yozing, siz ishingizni o'rganib chiqamiz va yordam berishga harakat qilamiz. Aytgancha, bizning kanalimizga obuna bo'lganingiz uchun katta rahmat.